Grijani uy sharoitida davolash uchun 3 ta mashq. Bu mashqlardan asosiy maqsad sizga ko'rsataman. Bu grija, bu nerv tolasi. Mashq paytida oldinga egilish. Nerv ochiladi, holi bo'ladi, grija orqaga qaytadi va qaytish. Buni bir necha marta takrorlanadi. Natijani o'zingiz ko'rasiz. Birinchi mashqimiz bemor yotgan holatda bo'ladi. Ikkala tizzadan bukiladi. Iloji boricha qoringa yaqinlashtiriladi. Shu holatda tutib turiladi. 5 sekund, 10 sekund va xuddi yana birinchi avvalgi holatga qaytiladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi mashq. Bitta tizzani bukamiz. Ikkinchisi mana shu holatda olib kelinadi va qoringa yaqinlashtiriladi. 5 sekund shu holatni saqlaysiz, qaytaramiz. Xuddi shunday ikkinchi oyoq. Tizzadan bukiladi. Biroz ushlab turamiz. Bu narsani 5 marta takrorlasangiz bo'ladi. Keyingi 3-mashq. O'rningizdan turasiz. Turgan holatda asta qo'llar oldinga, oyoqlar yelka-kenglikda o'tiramiz. To'liq o'tiriladi. Imkon darajasida oldinga egilinadi. Mana shunda ochiladi. Grija ortga qaytishni boshlaydi.